Ada. Turing, mana sizga pul olib keldim. Bor yo'q shumi? Boshqa ishlamadim, Ada. Ada. Ana bittagina non olaylik. Qonim ochib ketdimi? Ko'rib turibsan ahvolimni. Mazam bo'lmayapti, dorim ichmasam bo'lmaydi. Non deyishingni qara. Bor ishla, keyingisidan olasan. Halam turibsanmi? Foydalanib ayol tilidan, yo erkakni biron siridan. Amaki, assalomu alaykum. Alaykum. Mashinangizni balonni qaraytirib beraymi? Yo'q, bor, boshim og'ritma, bor. Amaki, assalomu alaykum. Balonningizni qaraytirib berish kerakmi? Yo'q, rahmat, kerak emas. Gam vaqtim bo'lma. Assalomu alaykum, amaki. Amaki? Boburjon, nimaga yuribsan bu yerda? Adam, mazalari yo'q edi, shunga pul ishlab berdim. Nima qiladi? Qanday o'zlari? Ha, yurchimda. Nima yopishdi bu hayot aka? Nima yopishdi bu aka? Kimlarga o'xshab qoldingiz? Spirt ichyapsizmi? Turingda. Nima bitta sizmi ayoli tashab ketgan? Tashab ketadi hamda. Ahvolingizni qarang, kimlarga o'xshab qolganingizni. Turingda. Bu bola-ku hali yosh. Sal katta bo'lib oq bilan qorani ajratsa, bu ham tashab ketadi sizni. Mana shu norasidan ishlatib qo'yib, mazam yo'q deb, puliga spirt ichib yurganingizni qarang. Mazasi yo'qsa qo'rqib ketdimmi? Mana shu bolani topgan puliga mana shuni ichgandan ko'ra cho'chqani najasini yeganingiz yaxshi emasmi? Qaysi? Ko'pikkaning erkak boshini, to'kib go'daklarning qonli yoshini, kimsilar farzandlar yuzu qoshini, bog' qurib mevalar sarson ajralar. Rahmat. Teslim chaqirtirgan ekansiz aka. Tinchlik emas-da. Nima bo'ldi yana? Sezmayapsizmi 2 oydan beri? Nimaga 2 oy bo'ldi? Hozir ko'rasiz. Mana bu yerdan ikkitasi keladi, ko'rasiz hozir. Saidbek. Boburjon bitta men emas, siz ham jiyaningiz. Ahvolni qarang. Akam-ku mayli o'zini aybi bilan mana shu ahvolga tushdi. Boburjonning ahvolini qarang, bolada nima gunoh? Qo'lidagi narsalarni ko'ryapsizmi? Olib borib yeyishadi hozir. Ko'chada nima ish qilib yurganini bilasizmi? Erta kech mana shu bolasi bilan bagalashga teradi, makulatura teradi, olib borib topshirib mana shu. Ota-onamdan qolgan uy joyibdi, manjalag'ini nomiga o'tkazib berib, umrlarini xarob qildilar. Xullas mana shu yerdan joy qilib olishgan. Tunu kun shu yerda. O'tirishini qarang bularni aka, xo'rlanib ha. Yuring. Olib keta qolaylik gaplashib. Bir necha marta harakat qildi. Hech kim bilan gaplashmayaptilar. Hech kimga gapirmayaptilar. Buni shuna qoldirib bo'lmaydi. Keyin ko'rsatish kerak bu ahvol. Men videoga olay. Avoling ko'rsating, bo'lmasa o'zlarini olib kelamiz. Sergak turay seni yo'latmay, g'aflatlar uyg'oning baxtni qulatmay, tubsiz jarlik asl ajralish. Ada, yig'layapsizmi? Yig'lamang, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sevgi birlashtirgan rishtani uzib, ne foyda ayt senga ey muz ajralish.
Kenay, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Bezovta qilmadimmi? Uydamidingiz? Ha, uydaman. Qarang, Telegramdan lokatsiya tashladim. O'sha yerga kelmasangiz bo'lmaydi, Kenay. Hozirmi? Tinchlikmi? Ha, kelsangiz ko'rasiz. Kelavering, juda ham muhim edi-da. Xo'p. Xo'p, kutaman. Xo'p, yetib boraman. Saytga qayerda Kenay? Ha, ukam bola chaqasini olib toqqa dam olgani ketgandi. Hech qanaqa video ko'rsatmadimmi sizga? Yo'q. Qanaqa video ko'rsatish kerak edi? Ha, mana o'zingiz ko'ring. Mana shu narsani videosi edi-da. Boburjon. Yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Assalom, yaxshimisan? Boburjon. Oya, adam ikki kundan beri gapirmaydilar, turmaydilar, qimirlamayaptilar. Nimaga qara? Ko'nglimga yoqqani bilan yashayman. Tushundingmi? Aralashma. Chidasang shu. Chidamasang ana katta ko'cha. Iltimos Jasurbek, ikkinchi mani bu yerga chaqirmang. Menga endi farqi yo'q. Boburjonni olib ketaman deb bir necha marta harakat qildim. Otamni tashlab keta olmayman deb ketmayaptiman buni. Ko'chada yashab yuribmiz. Yo'q, vijdoningizga havola. Alo. Ha, olib keldim Kenay. Lekin foydasi bo'lmadi. Endi bir ish qilishimiz kerak. Bolasini olib ketsam, otasi ketidan borishi aniq. ko'z yoshlari hovuz ajralar sevgi birlashtirgan rishtani uzib ne foyda ayt senga ey muz ajralar Sevara. Nodasi? Ketolmay ishini olib qolarsan. Xo'p, yaxshi borib keling. Ha, aytgancha. Bugun Boburjonni olib kelaman. Dedimi? Yaxshi. Boburjonni olib keling. Ketida akangizlarni yetaklab keling. O'zi tor uyda yashasang. Xavotir olma, akam kelmaydilar bu yerga. Qani o'rnlaridan turib yursalar. Shu o'rnlaridan tursin deb mashq qildim. Boshqa ish o'ylab qo'yganman, bu yerga kelmaydilar, xavotir olma. Yaxshi o'tiringlar. Adajon, Yana nima? Boburjonni olib kelganiga ketyapsizmi? Ha, Boburjonni olib kelaman. Mana boring. O'tmam yoqqa. Boburjon, yaxshimisan? Sog'ligingiz. Yaxshimini dading? Yo'q, o'sha kundan beri gapirmayaptilar. Yur, bir joyga borib kelamiz. Yo'q, madam siz ketavermang. Dadangga ovqat, dori olib kelamiz, yur. Yo'q, men ketsam adam o'lib qoladi. O'lib qolmaydilar, yur. Yo'q. Oyoq kiyimingni kiy, yur. Yo'q, men ketsam adam o'lib qoladi, men bormayman. ayırmoqchisan bir-biridan ayozmisan yo'q ayoz bitar bahor kelsa qahraton ketar sening Hozir. Assalomu alaykum. Vaalaykum Adasi, assalom. keling. Yaxshi o'tiribsizlar? Yaxshi keldingizmi? Kel, Boburjon. Va alaykum assalom. Kelinglar. Akangiz ham yetaklab kelgandir siz, ha, adasi? Ne unaqa deysan? O'zi ko'yla yarim. Otasi bu ahvol. Onasi o'zi bilan. Bolada nima gunoh endi, men unaqa deysan? Ke Boburjon. Voy, hidini buni. 3 oydan beri ko'chada yuribdi, nima xohlasan bolada? Ey, Boburjon, to'xta. Bor, cho'mil. Sastvarasan hamma yoni. Chinnamasan, bolaga ham shunaqa deydimi? Ahmoq. Sahobiddin, Xo'p, oyijon. bor bolam, eski-tuski kiyimlaringni olib chiqqan uga. Xo'p. Bu ham boshga balo bo'ldi. Tushunmadim. Ana kiyimlaringni shuni tashab chiqdingmi? Bor-yu. Bolaga ne baqiryapsan? Baqirayotganim yo'q. Nima, men yuvishim kerakmi buni kiyimlarini? Sen qo'yur, men o'zim yuvaman. Bor ishingni qilsa. O'zim kiyimim kiyaman aka. Faqat mana odamlarga borib tashlang.
Ana, o'zini ketkisi kelyapti. Olib borib qo'ying, nima qilasiz majburlab? Bu uyda men xo'jayinman. Boburjon chiqib ketmaydi. Tushunarlimi? Mayli, siz xo'jayin bo'lsangiz, ketidan o'zingiz tozalang. Men majbur emasman. Yaxshi. Boburjon, ketdik. Joyini solib bering. Uxlaysizlar mana. Bo'pti, yaxshi dam olinglar. Amaki, men adam yo'llarga borib tasha qolayin. Boburjon, bugun kech bo'ldi. Ertalab gaplashamiz, xo'p? Men bormasam adam bo'lib qoladilar. Ertalab gaplashamiz. Ertalab sochlarini oldirib chiroyli bola bo'lib boramiz adang oldilariga, xo'p? Xo'p. Yaxshi dam olinglar. Bobur, ayamdan xafa bo'lmadingmi? Nega gapirmayapsan? Men adam yo'llariga ketishim kerak. Adam yo'llarida hech kim yo'q. Adam olib qolishlari mumkin. Unda nega kelding? Men kelmadim. Amaqimni o'zlari ko'tarib olib keldilar. So'xob, menga yordam ber. Qanaqa yordam? Mengacha ishini ochib bersang bo'ldi. Men o'zim ketaveraman. Qorong'ida qo'rqmaysanmi bir o'zing? Yo'q, o'zim ketaman. Bo'pti, bo'lmasam adam uxlasin, keyin ishini ochib beraman. Oyog'ingdagi qani? Adam yo'llarga olib ketgan o'zim ketaman. Nima rahmat kelmoqchi. O'ta. Amma, menga maktabga pul berayotgan yer bo'lib chiqqan. Oldim. Geldim. Vay. Ada, soğuk sıkıntı mı? Kesel mi kaldın? Hazır. Gelin bana da. Amaki, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Anam ustunlar chiqyapti, dori bering. Qanaqa dori? Shamolda chaqasiz. Bir mahal 3 kun ichsinmi? Necha kun? 25 ming. 15 ming so'm qilibdi aka. 15 ming. Mayli, qo'y. Yo'q, shu olib beraman. Olib beraman aka, albatta olib beraman. Gödaklikdan bosh kinamga balo keldi yog'ilib, qo'sha qo'sha judolikdan nido keldi yog'ilib, gödaklikdan bosh kinamga balo keldi. Dadam siz yotib turing, hozir yaxshi bo'lib qolasiz. Men hozir kelaman dadam. Keldi yog'ilib, alamlardan ko'z yoshlarim daryo bo'ldi yig'ilib, ichimdagi dardlarimga. Aka, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisan, tinchlikmi? Ana menga arava kerak edi, ish qilmoqchi. Hali aravaga yoshing nechida? Umrga to'laman. Umrda? Umr yosh bo'lsang, senga hali hech kim arava bermaydi. Arava bergani bilan ham senga hech kim yubortmaydi. Hali yoshlik qilasan, uka. Undan ko'ra o'qi mazza qilib. O'qisang katta odam bo'lasan. Bizga o'xshab arava haydab yurmaysan. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Kel bolam, nima kerak? Aka, menga ish kerak. Qo'lingdan nima ish keladi? Qani ish ko'raman. Nechpa berishim xohlaysan? Bilmasam, 20 ming rozimisan? 25 ming aka. Yo'q,
to'g'ri kelsa bo'lmasa yo'qol. Bor yo'qol bo'lmasa. 20 ming rozi bo'lsang ishlaysan. Faqat ovqat pullaring ham ichida bo'lsin. Rozimisan? Bo'lmasa men qolib qolganda chetga o'tdim, teglarni tozalab olaman. Tez faqat. Mayg'ara ismi nima edi sani? Boburjon. Bolam bo'lmasa, mana bu teglarni polni sipirganda o'sha keyin yaxshilab artib chiqasan, tushundingmi? Tezlashtir. Uyda bolalar yolg'iz qoldi onasi. Tezroq narsalarni olish kerak, ketish kerak. Sabzi olish kerak, hali guruch olish kerak, go'sht olish kerak adasi. Bo'ldi. Guruch bilan yog'larni oshdan olib qolamiz, voy. Boburjonmi? To'xtang, yuring adasi. Jinniroq emasmisan? Jiyanim yordam ishlashini qaragin, yordam kerak. Nima qildi adasi? Buni esingdan chiqdimi? Mashina otasi. Men oyoqqa turg'izgan inson bo'laman. Hozir boringchi oldiga tepasiga sizga yordam bera olarmikan? Yuring adasi, oldimga tushing. Azoblar yutarman, balki ular meni kutar, men ularni kutarman. Nahot endi bu Boburjon. Boburjon. Sevar. Sevar. Chaqirdingizmi? Boburjon yo'q mana. Niyatingga yetding oxiri. Nima men haydabmanmi? Ovozingni ko'tarma menga, bor ichkariga kir. Qayergadir daydingiz deb menga ertalab baqirib Kir ovozingni yorib qo'yaman hozir. Bor ichkariga kir. Nuqul menga kuchi yetadi baqiradi ertalabdan. Sahobiddin. Tez meni oldimga chiqqin. Assalomu alaykum ada. Va alaykum. Sahobiddin. Boburjon qachon qayerga ketdi? Kechqurun ketdi. Nega meni xabarim yo'q? Boburjon menga amakim uxlasalar, ketaman, ketmasam bo'lmaydi. Dadam kechqurun bitta o'zlari kasal yotibdilar dedi. Nega meni xabarim yo'q? Senga gapiryapmi? Bolaga nima baqiryapsiz? Shundoq ham jajallaringizda bola tutilib gapiryapti. Sezyapsizmi? Bor ko'zim ko'rib ikkalayman. Yur o'g'lim. Voy, yaxshi rahmat. Yaxshi kelyapsizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Said, Nima opa? tinchlikmi? Ha, tinchlik. Kelinda avzoyi buzuq. Yo'q, nimaga avzoyi buzuq bo'ladi opa? Mani aldab olmaysan, to'g'risini aytgin. Nima bo'ldi? Yo, men kelganim yoqmayaptimi? Yo'q opa, unga emas. Salomni ham zo'rg'a berdi. Meni ko'rib ensasi qotib ketdi. Bozorda tortishib qoldik to'g'risi. Nimaga tortishasizlar? Boburjonni ko'rib qoldim. Hamma ochilib o'tgan ekan do'konda. O'shanga boray desam, qo'limni ushlab tortib, bormaysiz. O'zingiz bolalaringizni o'ylang deb tortishib mana uyga kelyapmiz hozir. Sen o'zi qanaqa erkaksan? Yur desa kelaver deymi? Opa, hammani yonida urishmayman-ku borib bozorda. Sen juda ham o'zgaribsan, Said. O'zgarmadim opa. O'sha mahalla. Ko'rinib turibdi. Ha, kelin? O'zgarib qolibsizmi? Xarakteringizni ko'rsatyapsiz menga? Kim sizga xarakterini ko'rsatyapti, opa? Menga-ku xarakteringizni ko'rsatganingiz o'tmaydi. Lekin eringizga xarakteringizni juda zo'r ko'rsatyapsiz. Bechora ukam norasida bolamni ko'raman desa, yo'l qo'ymabsiz. Men-ku bir ko'rib o'tib ketdimman, opa. Siz butun boshli oilangizni tashlab ketdingiz-ku. Men kelinman-da, meniki bilinadi. O'zingizniki bilinmaydi. Shunchalik mehribon ekansiz, boring, bolangizni bag'ringizga bosib o'tiring. Menga vaysamasdan bo'ladi. O'chir ovozingni, nima deyapsan? To'g'risi ham-da. Menga qarang. Siz qayoqdan ham bilasiz meni uyimda nima bo'lib o'tganini, a? Oson tutmang menga.
Agar meni boshimdan o'tgan narsalar sizni boshingizdan o'tganda, siz ham xuddi shu ishni qilgan bo'lardingiz, bildingizmi? Adajon, men keldim. So'z yaxshi. Ko'z emas. Hech narsam qilmadim. ayırmoqchisan bir-biridan Ne var? Ali, qanaqa qilasiz, Adajon? ketar sening qilmishingdan birday yoshu qari go'lak qon yutar noming o'tsan seni yovuz ajralish sen to'kkan ko'z yoshlar hovuz ajralish sevgi birlashtirgan Alo, saytda yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Ha, yaxshiman. O'sha kuni kinayimni akam moldalarga chaqirgandim. Foydasi bo'lmadi. Kecha Boburjonni uyimga olib ketdim. Zora akam bolasini ketidan o'zida kuch topib borsa kerak deb men o'yladim-da. Akam shunda ham qimir etmasdan qoldi. Boburjon ketgisi kelmasdan uyimga bordi. Kechasi chiqib ketibdi qochib. Men xavotir olib ishdan keyin borsam yo'q, yonida ekan. Akamni boqib o'tirgan ekan. Xotirjam bo'ldim lekin. Tushunali. Bugun men ham ko'rdim Jasur aka bozorda bir do'konda hammolchilik qilib ishlayotgan ekan. Hammolchilik? Yosh boshiga? Shunaqa aka. Yoniga boray desam, ozgina keliningiz bilan tortishib ketib yoniga ham bora olmadim. Akam yotib qoldilar-da, yotib qolmasdan oldin ikkalalari bir narsalar qilib bo'lsa ham trecherlari o'sib turgan edi. Hozir akam yotib qolib, trecher yuki Boburjonni bo'yniga tushgan ko'rinadi. Shunaqa aka. Bor bunga puldan yordam qilishimiz kerak, Said. Hozir to'g'risini aytsam, yonimda umuman pulim yo'q edi. O'ylanib o'tiribman o'shanga. Pulim yo'q? Said, o'zingizga kerak bo'lsa topasiz. Bolalaringiz bilan tog'ma-tog' yurasiz, lekin jiyaningiz uchun topilmaydimi? Jasur aka, men yordam bermayman deyotganim yo'q-ku. Yonimda hozir pulim yo'q. Pulim bo'lsa mana o'ylashib ko'ramiz aka. Said, bir narsani tushuning. Oldimiz kuz. Ularni bir narsa qilmasak bo'lmaydi. To'g'ri aka. Mayli, o'ylashib ko'raylik Jasur aka, men ham harakat qilaman. Xo'p. Mayli aka, charchamang. Kech bo'lganda kim bilan gaplashyapsiz? Mashin bor. Voy, o'zgarib qoldingizmi? Opes kelib, bolalaringizni ham so'ramadingiz. Qayerda bolalar? Ukam olib ketibdi. So'rayordingiz? Men qara, to'g'ri gaplashman bilan bozorda hunaringni ko'rsatding, indamadim. Men bitta opam yonida ko'rsatding hunaringni, indamadim. Nima senga? Men indamasligim senga nima foyda beryaptimi? Ja indamagan sari boshingga chiqib ketyapsan. Voy, o'zgarib qolibsizmi? O, menga qara. Tufurgimmi? Qaytib olmayman agar tufursam. Tushundingmi? Tur yo'qol ko'zimga ko'rinma. Boburjon, tez ichkariga olib kirman bularni. Nima bu bardak hamma? Ha, yonima qilib turibdi, yoni ham ol. Bu yo'llar hamma yo'q sipirganda, tushundingmi? Hademay yuk keladi. Yuklarni ham tushirishing kerak. Yana kelgan yuk kutgan vaqtiga pul olmasin. Tushundingmi? Mayli, bugun kayfiyatim yaxshi. Senga 5000 qo'shib beraman. Xo'pmi? Davay, tez tozalab qo'yaman. Boburjon, tasha sipirgingni. Yuk keldi, davay. Yukni tashib tasha. Ichkariga chiroyli taxlagan, tekis qil. Xo'pmi? Tez bo'l.
Menga qara, nima o'tirib olding? Tur. Nimaga o'tiribsan? Ha? Sen o'tirganga pul to'laymanmi? Bora ota-onangga qilasan erkaligingni. Tushundingmi? Olib kir tez yuklana. Bolajon. Qo'ying. Menga qarang. Senga anu amaki nima uchun baqirdi? Ha? Yoshing nechida? Ota-onang bormi? Seni nima majbur qildi bu yerda ishlashga? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, nima olasiz? Menga-ku hech narsa kerak emas. Xo'p. Anu yosh bolaga baqirganingiz uchun. Bu ham birovning bolasi-ku. Uyat emasmi? He, aka. Ishini qilmagandan keyin haqqini men to'layapman-ku. Sizga nima? U haqqini to'layotgan. Uyatsiz, tarbiyasiz. Aka, meni qiladigan ishlarim ko'p. Boshimni qotirmang. Zo'rsan-ku. Shuncha narsaga erishib aqling kirmabdi-da seni. Sen bilan alohida gaplashaman hali. Shoshmay tur. Qo'y buni. Ke bo'la. Mani ismim Qahramon. Senikichi? Boburjon. Yoshing nechida? 11 ga to'laman. Boburjon. Nimaga bunaqa og'ir ishda ishlayapsan? Ota-onang bormi? Bor. Nega senga bunaqa og'ir ishni ravo ko'rishdi? Dadang ishlamaydimi? Men o'zim ishlab pul topaman. Men ishlamasam adam olib qoladilar. Dadang kasalmi? Dadang больницадami yoki uydami? Bizning uyimiz yo'q, больницada emaslar. Qayerda unda? Ko'chada yotibdilar, bizning uyimiz yo'q. Boburjon, kuniga qancha pul topasan? 20 ming. Menga dadangni ko'rsata olasanmi? Ha, mayli. Faqat Nima faqat? faqat ishdan keyin ko'rishsam bo'ladimi? Agar men bu yerdan ketsam, Hasan aka qayta boshlab bu ishlarni ishlolmasligim mumkin. Bo'ldi. Sen bu yerda boshqa ishlamaysan. Ishlamasam dadamga dorini qayerdan olaman? Sen dorini g'amini yema. Kerak bo'lsa dorini ham topamiz. Otangni ham davolatamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'g'lim. Yur ket. Boburjon, qaq ketyapsan. Ishingni qilmaysanmi? Boshqa qaytib ishga olmayman seni, shuni bilib qo'ygin. Menga qara. Sen xotirjam bo'l. Boburjon bu yoqqa qaytib kelmaydi. Lekin men sana oldin qaytib kelaman. Sen bilan gaplashadigan gap. Ishsiq baland-ku dadangga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dadam gapirmaydi. Aka. Gapirmaydilarmi? Qanchadan men gapirmayapman? Ko'p qoldi. Allo. Assalomu alaykum. Starmed klinikami? Ha, siz Starmed S klinikasiga qo'ng'iroq qildingiz. Sizga qanday yordam bera olamiz? Yangi yo'lga, yangi most oldiga tez yordam mashinasini tezda yuboring iltimos. Xo'p bo'ladi. Siz aytgan manzilga tez yordam mashinasi yetib boradi. Xo'p bo'ladi. Labbay doda. Ismoil. Qayerdasan? Ishxonadaman doda. Menga qara. Ishxonada sendan boshqa yana kim bor?
Samandar bor. Samandarga ayt. Meni doda chaqiryaptilar deginda, Yangiyo'ldagi Starmed klinikasiga tez yetib kel. Tinchlikmi, doda? Buyruq bajariladi. Muhokama qilinmaydi. Xo'p bo'ladi, doda. O'g'lim, xotirlanma. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Otangni otday qilib kuzatib olamiz. Otangni kuzatamiz albatta. Yur bu yerda o'tiraylik, o'zing bilamiz, bu yoqqa kirish. Xo'p. Boburjon, qorning och qolmadimi? Yo'q, qornim to'q. Amaki, adam o'lib qolmaylarmi? Yo'q, o'g'lim. Nega o'ladi otang? Hamma ishni qilamiz otang o'lmasligi uchun. Alloh mehribon. Dadang albatta tuzalib ketadi. Allohning senga rahmi keladi, o'g'lim. Assalomu alaykum doktor. Kasalni ahvoli yaxshimi? Nima desam ekan? Bemorni o'zi emas, ruhi kasal. Ismoil. Doktor, qo'lingizdan kelgan barcha ishni qiling. Shu odam tuzalsin. Men va'da berib qo'yganman. Adham Boqijonovich, bemorning yuragi to'xtab qoldi. Yurak bag'ri yara ko'zim, qara ko'zim, qara ko'zim.